Assalomu alaykum. Mana biz kelib joylashdik inshaalloh. Mana kechki iftorga ulgurdik, xonalar bo'lib. Ovqatlar boshlandi inshaalloh. Mana turli xil. Ochib turing. Sahnoda ochib. Ochadigan payt bo'ldi. Mana qavli ishda qatta ekan. Mana oldim, ona ko'rmay soldingmi? Bittadan. Bitta kishiga Ha, bitta kela, bitta. salat soldingmi qizim? Erkekler misin? Mana alhamdulillah Masjid Nabaviy ro'paramizda mana Masjid Umamaning orqa tarafidagi mehmonxonada joylashganmiz.